Mercedesda bunaqa funksiya borligini menimcha 90% odam bilmasa kerak. Men o'zim ham tasodifan bilib qoldim. Mashinaga o'tirib video ko'rmoqchi bo'lgandim. Harakat paytida haydovchining xavfsizligi uchun video ko'rish mumkin emas edi. Men cheklovni olib tashlash uchun internetdan ma'lumotlarni qidirishni boshladim va to'satdan bitta ma'lumotga duch keldim. Bu funksiya Mercedes ayrim modellarida bor. Asosan W221 S klassda 2009-yildan 2013-yilgacha ishlab chiqarilgan modellarda mavjud. Bir vaqtda o'zida haydovchi va yo'lovchi bitta monitorda ikki xil kontentni tomosha qilishlari mumkin. Bu funksiya albatta xavfsizlik uchun ishlab chiqilgan. Harakat jarayonida haydovchi monitorga chalg'imasligi uchun unga video ko'rsatilmaydi. Bu qanday ishlaydi? Maxsus optik filtrlar orqali bitta monitorda tasvir ikkiga bo'linadi. Shunda haydovchi boshqa kontentni, yo'lovchi boshqa kontentni ko'rib ketishi mumkin. Men bitta gapni ko'p eshitardim. Germaniya avtosanoati 2000-yilda ham 2030-yilda yashagan deyishadi. Bu videoni menga o'xshab Germaniya avtosanoatiga qiziqadiganlarga jo'natib qo'yasizlar.